bor ekan. Bu rostdan 1600 dollarmi? Da ukam 1600 dollar gaplashib qo'ydim. Bonusi ham bor. Kameramni berib tur. Okalar 2004-yil Matiz metan gazlari ham bor. Mashinamiz ham probeg 300 mingdan oshiqroq ekan. Holati yaxshi holatda bo'lib turibdi. Xudo xolisa bemalol ustalarni olib kelib ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. Egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Hozir salonlarni bitta ko'rsataman. Mashinamizning afishkalari, sidenalari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Xudo xolisa haydab yurilgan mashina. Xo'p, okalar bitta narsaga hayron bo'laman. Shuncha mehnat qilib, vaqtimni ajratib video qo'yyapman, kelib ustiga bir sim pul qo'yganim yo'q. Qo'pol qilib aytganda, mana shu mashinaga 200 dollar qo'ysam ham o'pib olib ketishadi-da. Sizlar uchun 1 dollar ham qo'yganim yo'q. Unaqa negativ yozmanglar. 5 qo'l barobar emas. Shu mashinani ham olib niyat qilib yurganlar bor. Hamma ham bir xil pul topib turmaydi. O'shaning uchun iloji boricha o'sha podpiska tashlab, like bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Narxi 1600 dollar. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.